Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men har doimgidek Kamina Usta Muhammad Yusuf. Jamoamiz bilan birgalikda tunikafon xizmatlarini qilishda davom etmoqdamiz. Navbatdagi tunikafon xizmatimizni Namangan viloyati Norin tumani Shumqo'rg'oncha qishlog'ida Azamjon akamizning xonadonlarida xudo xolasa yakuniga ishimizni yetkazib bermoqdamiz. Qadrdonlar, bu xonadonimizni, ichkari shapkalarimizni, darvozaxonamizni hamda koridorlarimizni, hamda ko'cha shapkalarimizni xudo xolasa tunikafon xizmatlarini qilib berganmiz. Darvozaxonamizga hozirgi paytda eng trend bo'layotgan kosmoslarimizdan qo'yib berganmiz. Do'stlar, narx-navolarni eslatib o'tib ketamiz. Narxlarimiz 135 ming so'mdan tunikafonlarni qilib beramiz. Kosmoslarimiz narxini eshitib, do'stlar, eshitib, tominglar ketib qolmasa bo'ldi. Sababi juda ham arzon narxda, haqiqiy original holatda qilinayotgan kosmoslarimiz. Atiga 1 million 800 ming so'mdan rastrodaja qilib tashladik do'stlar. Ulgurib qo'ylar. Bu chegirma vaqti xudo xolasa juda ham qisqa. Yo'q, muzika yo'q bunda. 1 million 800 ming so'mdan o'zimiz tunikafon qilgan xonadonlarga o'zimiz olib kelib o'rnatib berishimiz ichida qilib tashladik. Xudo xolasa endi sizlarga xonadon egasi Azamjon akamizni bizning xizmatlarimiz haqidagi o'zini qisqacha fikrini eshitamiz. Xudo xolasa o'zingizlar ana shundan keyin xonadoningizlarga tunikafon zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, ma'qul kelsa zakaz qilasizlar, agar ma'qul kelmasa boshqa variantlarni izlashinglar mumkin. Azamjon aka 2 daqiqaga aka yurtdoshlar uchun o'zingizni bir qisqacha fikringiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzumsizlar. Mana shu yigitga tunikafon xizmatimizda aytgandek, aytib anaqa qilganmiz. Hamma yo'lda chiroyli bitirib berishdi. Mana xudo xolasa bugun 4-kun hamma yo'lda bitirib chiroyli qilib ko'ngildagidek topshirishyapti. Ishlari yaxshi, zo'r ekan, mahsulotlari hamma yo'g'i joyida, zo'r. Ustalar baraka topsin. Xudo xolasa o'ylaganingizdek ish bo'ldimi aka? Zakonni undan ham zo'r. Rahmat aka sizga. Mehnatinglarga rozi bo'linglar. Rahmat aka sizga. Rahmat aka, sog' bo'ling, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Qadrdonlar, xudo xohlasa bu xonadonimizni 218 kvadrat tunikafon ishlatganmiz bu xonadonimizga. Mana bu joyga 10 metrcha tanlov qo'yib berganmiz. Bu yoqda o'z tanlovlari bor edikan. Bir dona kosmos qo'yib berganmiz do'stlar. Xudo xolasa mana shunaqa qilib xonadonimizni to'liq holatda yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Xudo xolasa ish haqiqatda go'zal chiqdi. Bir narsaga bir narsa sabab bo'ladi. Bu xonadon nimaga go'zal chiqdi? Bu xonadonimizni ko'cha taraflaridan boshlab uy ichigacha termotravertin deydi aka buni. Termotravertin qilingan devorga haqiqatda juda ham skromniy, hech qanaqa bir oshiqcha bir bijir-bijirlarsiz devor, o'ta ham bagati bo'lgan, menga juda ham yoqdi devori. Devorlarni отдельный qilib video qilib oldim. Shtobi devorga nima qilgizay deb ko'pchilik mendan so'raydi. Shuning uchun devorga xudo xolasa ahamiyat berib ko'rasizlar. Devorni отдельный video qilganman. Devor tunikafon bir-biriga juda ham mos tushdi. Haqiqiy xonadon egasi o'zini didi juda ham kuchli inson ekan. Men haqiqatda ko'rib qoyil qoldim. Xudo xolasa sizga ham, ko'rib turgan azizlar, bizga ham mana shunaqa xonadonlar qilish nasib qilsin do'stlar. Haqiqatda do'stlar, haqiqatda pul topib maza topish mana shunaqa bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa sizlar uchun shu video davomida xonadonni iloji boricha ko'rsatishga harakat qildik. Agar nimadir kamchiligi bo'lsa do'stlar, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, keyingi ishlarimizda xudo xohlasa yana ham batafsilroq ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Bu videoda xonadoniga tunikafon qilmoqchi bo'lganlarga albatta jo'natib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yana bir narsani aytib qo'yish esimdan chiqib qoldi. Tunikafonda ishlatilgan materialning kvadratiga hisoblab pul olinadi. Joyingizning kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi, joyingiz 100 kvadrat bo'lsa, bu joyga 180 kvadrat, 200 kvadrat undan ham yuqori ketishi mumkin fasoniga qarab. Mana shu xonadonimizga qilingan fasonlar hozirgi paytda eng o'rtacha holatda ko'pchilik xonadon egalariga ma'qul bo'layotgan fason bo'lib turibdi. Xudo xohlasa do'stlar, mana trend bo'layotgan kobra fasonlarimiz, karnizlari, shestigranli karnizlari bilan xudo xohlasa tillalarini ham chiroyli holatda uzuklarini taqib qilib berganmiz. Xudo xolasa sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotni berishga harakat qildik deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Vaqtinglarni ayamasdan shu videoni ko'rganinglar uchun sizlarga men kattakon rahmat deb qolaman. Agar xonadoninglarga tunikafon zakaz qilsanglar, xudo xolasa juda ham xursand qiladigan narxlarda xizmatlarni amalga oshirib beramiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.